Darhaqiqat mamlakatimizda tadbirkorlarning huquqlari va qonuniy manfaatlarini ishonchli himoya qilish maqsadida ko'plab qonunlar qabul qilinmoqda. Shu bilan birga xususiy sektor vakillariga yengillik yaratish maqsadida amaldagi soliq kodeksiga qator o'zgartirishlar kiritilmoqda. Shirin shahrida Sirdaryo viloyat soliq boshqarmasi tomonidan tashkil etilgan seminarda ham soliq kodeksiga kiritilgan o'zgartirishlarning mazmun mohiyati to'g'risida so'z yuritildi. Navbatdagi lavhamizda ayni mavzuda so'z boradi. Sirdaryo viloyati soliq boshqarmasi tashabbusi bilan Shirin shahrida tadbirkorlar, ommaviy axborot vositalari vakillari hamda keng jamoatchilik uchun seminar tashkil etildi. Unda O'zbekiston Respublikasining soliq va byudjet siyosatining 2025-yilga mo'ljallangan asosiy yo'nalishlari qabul qilinganligi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga qo'shimcha va o'zgartishlar kiritish to'g'risidagi qonuni bilan soliq solish tartibiga kiritilgan o'zgartishlar mazmun mohiyati to'g'risida so'z yuritildi. Tadbirda ijtimoiy himoyaga muhtoj aholiga qo'shimcha imtiyozlar berilganligi, ishlab chiqarishni qo'llab-quvvatlash va investitsion muhitni yaxshilash maqsadida tadbirkorlarga berilgan yengilliklar, ta'lim va IT sohalariga berilgan imtiyozlar, yashil energiya manbalarini o'rnatish rag'batlantirilishi to'g'risida batafsil to'xtalib, ularni amaliyotda qo'llash tartib-tamoyillari bo'yicha to'liq ma'lumot berildi. Bu seminardan biz tegishli xulosalarni oldik. O'zgarishlardan biri qat'iy belgilangan soliq stavkasini jami daromad 500 million so'mdan oshmagan soliq to'lovchilar uchun yillik soliq stavkasi 2026-1-yanvardan qat'iy belgilangan soliq to'lash summasida bekor qilinadi. Hozirgi kunda axborot, telekommunikatsiya va internet rivojlangan sari elektron tijorat soliq stavkalari bo'yicha 2025-1-yanvardan boshlab turib elektron savdo sohasidagi tadbirkorlar uchun aylanmadan olinadigan soliq stavkasi 3% miqdorida belgilandi. Bu 2024-yilda 2% miqdorida belgilangan edi. Seminarda viloyat soliq boshqarmasi mutaxassislari soliq kodeksining 30 dan ortiq moddasiga kiritilgan o'zgartishlar, soliq stavkalari, aksiz solig'i, yer va mol-mulk soliqlari, shuningdek yakka tartibdagi tadbirkorlarni soliqqa tortishdagi o'zgartishlar to'g'risida atroflicha ma'lumot berishdi. Yaqinda tadbirkor faoliyatimizni boshladik. Uncha ko'p bo'lmadi. Tadbirkorlik faoliyati boshlaganimizga soliq qo'mitasi tomonidan soliq qonunchiligiga yangi o'zgartirishlar, qo'shimchalar, tadbirkorlarga imtiyozlar yaratilganligi to'g'risida ma'lumotlar berib o'tishdi. Biz juda ham xursand bo'ldik. Shuningdek, ishtirokchilarning turoperatorlik, mehmonxona va umumiy ovqatlanish xizmatlarini ko'rsatuvchi tadbirkorlik subyektlariga qo'shilgan qiymat solig'ining bir qismini qaytarish, barqarorlik reytingi, soliq hisobotlari, aylanmadan olinadigan soliqning qat'iy belgilangan stavkasi va ijara to'lovlari bilan bog'liq ko'plab savollariga batafsil javoblar berildi.